Alloh taolo qimorni Qur'onda butparastlik bilan yonma-yon zikr qilgan. Innamal khamru wal maysiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali shayton. Mast qiluvchi ichimliklar, mast qiluvchi moddalar, qimor, butparastlik, folbinga borishlik. Mana shu to'rttasi rijs, shaytonning amalidan deyapti Alloh taolo. Rijs iflos narsa degani. Shaytonning amali. Ochiq oydan Alloh taolo aytayapti. Va bu joyda qarang, mast qiluvchi ichimlik bilan qimor yonma-yon kelyapti. Demak, ichgan bilan qimor o'ynagan bir xil. Va butparastlik ham yonma-yon kelyapti. Uchinchisi butparastlik. Butga sig'inadi-yu. Yog'ochcha yasab olib, haykalni yasab olib, shu haykaliga omoq qilib sig'inib yuradi-yu. O deb. Qimorvoz o'sha butga sig'inayotgan bilan bir xil. Folbinga borish ham xuddi shunaqa deyapti. Iqbolga borish xuddi shular bilan bir xil. Iqbolni oldiga borib meni silab qo'ysa tuzalaman deyish, aroq ichgan bilan, qimor o'ynagan bilan, butga sig'ingan bilan bir xil. Fajtanibuhu deyap. Alloh aytayapti. Chetlaninglar. Ijtinob degani jam so'zdan olingan. Bu qoching degani, uzoqlashing undan degani. La'allakum tuflihun. Shunda najot topasiz. Bo'lmasa halok bo'lasiz. Bu to'rtta narsaning ichiga kirgan odam yoki to'rttasidan birortasini ichiga kirgan odam xor bo'ladi. Xor bo'ladi. Topgan puli million ko'zingizni o'ynatishi mumkin ba'zi qimorvozlar, lekin dunyo abadiy emas. Oqibatda xor bo'ladi. Topgan puli o'ziga dunyoda hasrat bo'ladi, qiyomatda javobgar bo'ladi.